Xo'p, navbatdagi darvozamiz esa juda ko'p shu yerlarda sotilayotgan taroq fason darvozamiz. Bu darvozaning o'lchamlari eniga 3.15, balandligi 3.23 chiqayapti. Bu degani 3.25 ku 3.17 bo'ladigan bo'lsa, joyingiz yoki undan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ozmoz hech narsa qilmaydi. Bemalol tushirsa bo'ladigan darvoza. Tahiyasi yo'q, ko'rib turganingizdek, to'liq qanot ochiladi. Kalitkasi esa mana bu chap tomonda ichkariga ochiladi. Katta qanotlar ham ichkariga ochiladi. Kichkina kalitkasi ham. Yo'llariga o'ng profildan foydalanilgan 2 stenalikda qalikda distlari 1.8 listdan ishlatilgan. Tagi esa 10lik shveller. Orqasi buni ham tekis yopirilgan. Rangi ko'ryapsiz, mokriy asfalt, lekin biroz qoraga tortadiganroq rang chiqqan. Narxiga keladigan bo'lsak, 12 million 200 mingga shu darvoza vodiy bo'ylab o'rnatib beriladi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, endi iloji boricha kelishamiz yoki voha Toshkentdan tashqari, respublikadan tashqari bo'ladigan joy bo'ladigan bo'lsa ham, albatta buni kelishib chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. U yoqqa o'tish biroz navqli ekan, ko'rib turibsiz, orqasiga 2 ga birdan foydalanib, chiroyli qilib mana orqa tomonga bitta fason berilgan. Shandrlari mana 38 lik, bu tomonda esa 36 lik shandrda ishlatilgan ekan. Hammasi ichkariga ochiladi, senter zamok o'rtada. Ya'ni oldagi truba qo'yilmagan. Bunga ham birozgina u yoq-bu yoqqa qarab qo'yiladi, o'rnatish jarayonida chiroyli qilib o'rnatib beriladi. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizga kerakli bo'lgan buyumda yoki bo'lsa darvoza kerak bo'lsa o'lchamlarni aytsalaring, xudo xolsa shu razmer bo'yicha, siz aytgan narx bo'yicha buyurtmani topib berishga harakat qilamiz.